Hammaga salom. Bu videoda Gemini sun'iy intellekt haqida gaplashamiz. Gemini Google tomonidan ishlab chiqarilgan sun'iy intellekt modeli bo'lib, ko'plab vazifalar uchun xizmat qiladi. U o'zining rasm yaratish qobiliyati, video yaratish, audio yaratish qobiliyati va matnlarni yozish, kod yozish qobiliyatlari bilan mashhur. Bu yerda ko'rsatilgandek video yaratish mumkin, musiqa yaratish mumkin. Bu ikkalasi yangi funksiyalardan. Keyin bu chuqur tahlil qiladi. Ya'ni ma'lumotlarni izlab, o'zi birma-bir tekshirib, siz so'ragan narsa bo'yicha, sizni so'rovingiz bo'yicha tayyorlab beradi. Bu matn tahlillash, bu yerda rasmlarni generatsiya qilish. Musiqa yaratish funksiyasiga keladigan bo'lsak, I drop gems like a lyrical architect and seal word up. Got a mental Rolodex that only the realest connect with. This ain't sizlarga oldingi qilib qo'ygan musiqani topib ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerda rasm ko'rishingiz mumkin. Rasmlarni ham yaxshi qilib beradi. Hozir men topolmayapman. Trenddagi nimalarni ham topsangiz bo'ladi. Mana shunday nimalarni trend rasmlarni qilsa bo'ladi. Mana. Bu qanday yaratganimni boshidan ko'rsatmoqchiman. Ya'ni o'zbek tilida dasturlash haqida qisqalar deb workout. Bizga oldin rejimlarni ko'rsatgandi. O'sha rejimlar bo'yicha aralashtirishni xohladim. Endi o'zim eshitib ko'rib, janrlarga unchalik tushunmayman. Shuning uchun eshitib ko'rib, o'zimga yoqqan tanladimda o'shalarni aralash holatda bo'lishini istadim va shunga yozdim. Ya'ni qiziqarli rep va workout hibrid usulda qo'shiqqa musiqa zamonaviy jozibador bo'lsin deb. Endi bu siz promptni qanchalar mukammal va yaxshi yozganingizga qaraydi. Siz o'zingiz nima xohlayotganingizni to'liq tushuntirib berishingiz kerak. Dasturlash olami va sport so'zlarini birlashtirgan o'zbek tilidagi zamonaviy rep workout taronangiz tayyor. Mana. Kirib eshitib ko'ramiz. ekran yonadi, kod yozamiz tunda. Kelajakni quramiz o'zbek tilida. Qiyinchiliklar sindira olmas bizni. Har bir qator kod yangi g'alaba izmi. Raqamli dunyo, cheksiz imkon. Biz bilan olg'a O'zbekiston. O'zbekiston. Olg'a! Ekran yonadi, kod yoz. Endi bu klip ham qilib ber desam, lekin Typing fast, breaking boshqa the qo'shiq bilan limits, bo'ldi. out the matrix, straight to the fitness, grind 24/7, yeah, that's the motto. Typing fast, breaking the limits, out the matrix, straight to the fitness, grind. Chegaralarni buzamiz, kuchimizni ko'rsatamiz. Bu ham boshqacha bo'lib ketdi. Aqlim cheksiz, kodlar uchadi, chegaralarni buzamiz, kuchimizni ko'rsatamiz. Video yaratishga kelsak, biror rasm yuklaymiz. Menda hozir
katta ehtimol bilan rasmlar yo'q. Yaxshisi bir internetdan biror odam rasmini olib turib anaqa qilamiz. Jonlantirishga harakat qilib ko'ramiz. Shunday. Endi tasavvurimga kelganini hozircha yozdim. Endi siz o'ylab yaxshiroq qilib yozishingiz mumkin, boshqacharoq qilib. Endi buni imkoniyatini ko'rsatib berish maqsadida qildim. Oldin o'zim aniq maqsad bilan foydalanganman. Oldin foydalanganim mana endi shuni harakatlantirish mumkin. Shu rasmni jonlantirib ber desangiz ham qiladi yoki qo'shimcha tafsilotlar qo'shsangiz bo'ladi. Bu o'z rasmlaringizdan rasm yaratib, shuni jonlantirsangiz bo'ladi. Bu orqali. Bu 1-2 daqiqa vaqt oladi deyapti. Ungacha oldingi ahvolini qaraymiz. Nimaga? Qoidalarga to'g'ri kelmabdi. Mayli. Boshqacha qilamiz. Qo'l urib nishonlayotganini tasvirlab ber video orqali. Shunaqa yozib ko'ramiz endi.
Oldinlari Grok sun'iy intellektida ham qilib ko'rganman. Buni YouTube kanalimda topishingiz mumkin. Grok sun'iy intellektida keyin va CapCute'dagi sun'iy intellekt orqali qilib ko'rganman. Mana birinchisida Grok orqali, ikkinchisida CapCute orqali. Shu yerda videoni o'zida video yaratganman va bu videoni keyingi videoda alohida joylaganman. Keyin bu videoni ichiga oxiriga ham qo'shib ketganman. Bu yerda Grokda ham o'zingizni rasmingizni joylashtirish, rasmni yoki noldan rasm yaratish yoki tayyor rasmlarni jonlantirish bo'yicha ko'rsatib berganman. Bu yerda sun'iy intellekt orqali taqdimot, referat, boshqa hujjatlar tayyorlash alohida 2 ta video qilganman. Ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bizda video to'g'rilasa bo'ladi. Ko'proq buni oldin qilganman. Nima uchun aynan buni tanlaganimni, chunki bu rasmni olib turib Grok orqali qilib unda ham yaxshi chiqmagan. Yana takrorlab yozib, yana u joyini to'g'irla deb video tayyorlaganman. Hozir uni ko'rsatadigan bo'lsam, sal cho'zilib ketadi. Endi bu yerdagi videoga qarasak, biroz internet sekinligi uchun Gol! Bu qanday ajoyib zarba! O'yinchi o'zining qahramonligini ko'rsatdi. Garchi sun'iy intellekt Gol! Bu qanday ajoyib zarba! O'yinchi o'zining qahramonligini ko'rsatdi. Mana biz. Lekin aslida bunday futbolchi yo'q. Mana izlab ko'rsangiz bo'ladi mana bu yerda. Nimaga turkcha chiqaryapti? Kimgadir o'xshatdi, lekin aynan u emas, afsus, baribir topolmadi. Chunki mavjud emas. Siz ham o'z videolaringizni e'tibor bilan tayyorlab, sal bundan yaxshiroq qilasiz va ijtimoiy tarmoqlarga joylab, butun bir videolar ham qilsangiz bo'ladi. Bir-biriga bog'liq videolar qilib, misol uchun siz g'oyangiz qanaqadir uzun video qilish g'oyangiz bo'lsa, o'shani qismlarga chizasiz. Ya'ni birinchi syujet, ikkinchi syujet, keyin o'shalarni alohida mana shunday videolar qilib, kattaroq video yasasa bo'ladi, bir-biriga bo'lib. Hozir shunday qilib YouTube'da multfilmlar qilishyapti sun'iy intellekt orqali. Endi rasm yaratish. Biz qanday nima so'rashimiz mumkin? Bu misollar keltiryapti. Endi bu shunday nimalarda janrlar desa bo'ladi. Shu janrlarda rasm yaratishni
ultra realistik endi bu o'zingizni ideyangizga qarab hozir menda maqsadimni ko'rsatib berish bir qanaqadir nima emas, tayyor rasm olish emas. Hozir menga bu kerak emas. Ko'rsatib berish maqsadida qilyapman. Oldin qilganlarimni ko'rdingiz. Prompt yozasiz. yoki sun'iy intellektni o'zidan prompt so'rasangiz ham bo'ladi. Mana o'chib yuribdi. OKga o'xshaydi. Sal endi misol uchun oldin ko'rsatgan rasm misol uchun buni mana kulrang bulut osmon ostida havoda nafis shu promptni to'lib tashlaganman. Misol uchun batafsil hamma narsani tushuntirib. Endi sizni bu ijodiy qobiliyatingizga bog'liq. Xohlasangiz ChatGPTdan yoki boshqa sun'iy intellektlardan o'sha prompt yozib berishni so'rashingiz mumkin, yoki buni o'zidan ham so'rashingiz mumkin. Boshqa sun'iy intellektdan so'rashning afzalligi bu o'ziga o'zi noto'g'ri bo'lib qolmasligi uchun boshqa sun'iy intellektlardan so'raganda, misol uchun siz bir g'oyangizni aytasiz, g'oyangiz bo'yicha u sun'iy intellekt variantlar taklif qiladi, keyin shu bo'yicha sizga bittasini tanlasangiz prompt yozib beradi. Men ham shundan foydalanganman. Xuddi kinolardagidek aniqlash uchun bir necha rasm yuklaysiz, aniqlikni oshirish maqsadida. Mana yaxshisi sun'iy intellektni o'zidan nimalarga qodir ekanligini so'rab ko'ramiz. Sen nimalarga qodirsan? Imkoniyatlaringni to'liq gapirib ber. Aytib ber deymiz. Endi ko'p oson yo'li shu. Bu kod yaratishi mumkin, yoki kodlarni tahlil qilishi mumkin, fayllarni tahlil qilishi mumkin. Boshqa biz o'ylagandan ham ko'proq funksiyalari bor. Ko'p maqsadli ishlasa bo'ladi. Har xil hisob-kitoblarni qila oladi. Asosan web muhiti uchun ishlab chiqilgan holda biz pulli darajada muloqot qilyapmiz. Bu degan murakkabroq so'rovlarni tahlil qila olaman. Men pul ketkazganim yo'q bunga o'zi. Vaqtinchalik bir oyga bepul olish imkoniyatini berdi. Shundan foydalandim. Oldinroq ChatGPT ham bergan edi. Matn yaratish va tahlil, Gemini Live mobil qurilmalar uchun, ya'ni telefonda siz bilan jonli gapira oladi va sizni ekraningizni ham ko'rib turadi. Ekranda misol uchun qandaydir dasturlarda kameradan yoki kameraga qaratib biror narsani shu haqida ma'lumot olishingiz mumkin.
fayl va rasmlarni muhokama qilish, rasm yoki fayllarni yuklab, ularni mazmunini birgalikda tahlil qilish. YouTube muhokamasi, YouTube videongiz havolasidan bersangiz, uni tashqi tomondan analiz qilib beradi. Ya'ni u qanchalik yaxshi tuzilgan, uni sarlavhalar qanchalik yaxshi qo'yilgan, preview qanchalik yaxshi chiqqan, shu haqida fikrlar beradi, tahlil qiladi. Endi buni sekin nima qilayotgan sababi mana shunday ko'p o'ylangani uchun bu yerda mana bu yerdagi answer now'ni bosib bittada tez javob berishi mumkin edi. Yangi g'oyalar o'ylab topishda, muammoga yechim izlash, atrofdagi narsalar haqida tezkor ma'lumot olish, oldin aytganimizdek kamera orqali yoqib nima qilib o'rganish bo'yicha nimadir o'rganayotgan xohlasangiz, uni tizimli ravishda sizga taqdim etadi, o'rganishga qulay qilib, o'qishga qulay qilib, yoki bu yerda musiqa yaratish. Buni sinab ko'rmayotganimning sababi, uni limiti bor. Pro pullik versiyasidan qanchadir limiti bor. Ham ko'proq kutishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Video yaratish, oldin qilingan videolarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Yoki deep research, ya'ni biror mavzu haqida ko'proq izlanadi. Siz bergan fayldan yoki internetdan, hatto sizni emailingizdan ham, Google Drive'ingizdan ham, Google chatdan ham aniqlar foydalanishi mumkin. Siz yuborgan fayldan ham foydalanishi mumkin. V3 orqali video yaratishni eslatyapti bu yerda. Oldingisi juda realistik videolarni yaratsa bo'ladi. Hozir YouTube'da trendda bo'layotgan sun'iy intellekt videolari aynan shu Veo sun'iy intellektlar yoki Nano Banana bilan yaratilgan. Mana shunday qilib o'zingizni motivatsiya olish, dalda olish maqsadida qilishingiz mumkin. Hayot ertasining yuqori darajadagi o'yiniga o'xshab tuyulganda va bloklar juda tez tushib ketganda, ba'zida eng yaxshi yechim chuqur nafas olish mashqi emas. Bu shunchaki biroz bemalollikdir. Miyangizni bo'shatirishga undashning bir necha ahmoqona kam harakat talab qiladigan usullari. Makaron usul: o'rningizdan turmay, butun tanangizdan qo'l mahkama yoki qurib borayotgan Golden Retriever kabi silkiting. Jadval shaklida olsa ham bo'ladi uni. Excel formatda yaratiladi. Ochib ko'rsa bo'ladi buni. Google Docs orqali buni mana bunday qilib ixchamlashtirib yuborish mumkin. Aytgancha bu yerda ham
yaratishimiz mumkin buni. Foydalanishimiz mumkin. Jadvallar bilan ishlash uchun foydalansa bo'ladi. Misol uchun menga dars jadvali va mayli dars jadvali deb turaylik. Tuzib ber. Mana oson. Bu bittada tayyor hamma narsa. Yoki buni hammasini tozalab turamiz. Buni o'zini qanday o'chirardi? Hammasini o'chirib tashlashimiz kerak. O'chirildi. Endi menga davomat uchun interaktiv foydalaniladigan jadval chizib ber. Bunda o'quvchilarni yo'qlama qilganda davomati avtomatik hisoblansin. Shuni pulga qilib berish yurtida eng qizig'i. Shuni checkbox da belgilanadigan qilib mukammal qilib ber. Yozamiz. Aynan shuni nima qilishyapti, sotishyapti pulga internetda. Ko'ramiz qanday bo'lar ekan. Nimagadir chiqmadi.
Mayli, yana yozib ko'ramiz. Mana. Buni yaratishni bosamiz. Mana. Buni yopib turamiz. Endi buni o'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin. Daromad foizi 83%. Misol uchun kamaytirib ko'ramiz. Nimagadir o'xshamayapti shu joyi. Buni to'xtatamiz. Davomat foizi davomat o'zgarganida o'zgarmayapti. Avtomatik hisoblanadigan va shakllanadigan bo'lsin deb bayon qilishimiz mumkin, yoki shunchaki o'zimiz bundan yaxshiroq bilsak, o'zimiz to'g'rilab olishimiz mumkin. Mana bu yerga formula qo'yib. L4 formulani solib olib, bu yerdan chiqamiz. Va formulani kiritamiz. Bu joyda xato qildim shekilli. Nimagadir qolganlariga avtomatik o'tmayapti. Buni esimdan chiqib ketgan meni, qanday qilish. Balki shungadir. Endi o'zgardi. Menimcha o'zgaryapti. Sal sekin o'zgaradi.
Mana dars ham qildik, yana yangi qator qo'shib foydalanishimiz mumkin. Bu yerga o'quvchi raqamidan kiritamiz, ismi, familiyasi, hafta kunlari va buni o'zimiz kengaytirishimiz mumkin. Bu yerda misol tariqasida ko'rsatib berdim. Endi biror fayl yuklab, uni mazmunini so'rashimiz mumkin. Aytaylik, mana shu taqdimotni shu faylni mazmunini chiqarib ber. Ko'ramiz qanday qilar ekan. Websayt yuklantirish turi, RF imkoniyatlari, vebsaytlar haqida ma'lumot berilgan. Kelsangiz ko'rsa bo'ladi buni ham. Bu tashqari oldindan ko'rish imkoniyati bor. Sizda maxsus dastur bo'lmasa ham, xuddi bu aytganidek ma'lumotlar berilgan. Shunday qilib siz undan katta kitoblarni ham shu tartibda soddalashtirib o'zingiz o'rganish uchun qisqa vaqt ichida foydalanishingiz mumkin. Endi bu yerda qaysi funksiya qoldi? Kodlar bilan ishlash. Bu yerda biz kod qilib ko'ramiz, yaratib. Menga HTML, CSS kalkulyator dasturini yaratishga harakat qilib ko'ramiz. Ilovasini yaratib berdik. Natijasini birgalikda ko'ramiz. Siz butun bir boshli landing page ham shuni o'zi yasab qo'yishingiz mumkin. Front-end qismini albatta. Mana buni bossangiz birdan javob berib yuborishi mumkin, lekin baribir ko'proq kutgan hisobiga mana bu yerda sifat yaxshiroq bo'ladi baribir. HTML, CSS, JavaScript. Endi biz nima qilamiz?
tayyor fayl qilishini so'raymiz. ChatGPT avval qilib bergan edi. Bu qilishi mumkin, qilmasligi ham mumkin. Bu ko'proq tillar bilan ishlashga mo'ljallanganligi uchun deyilyapti, lekin bizga barchasini HTML ichiga yozib berishini taklif qilyapti. Biz buni tez sinab ko'rish maqsadida hozir bu dasturni ochib, sizga ko'rsatib, anavi qilib o'tirish, fayllarga joylab yoki VS Code dasturini ochib, bir-biriga keyin HTML, CSS, JavaScriptni ulab o'tirgandan ko'ra shu yaxshiroq. Bunday qilamiz. Bloknot dasturini ochib turamiz. Hozircha endi buni sanab joylaymiz. Buni saqlanib qilamiz. Mana bu yerni o'zgartirib, buni esa biror nom bilan saqlaymiz. Misol uchun kalkulyator HTML deb saqlashimiz ham mumkin. Bo'ldi, bundan chiqib ketamiz. Endi bu yerda dasturimiz tayyor. Ichiga kirib ko'ramiz. Mana sonlarni yozamiz. Hisoblab beradi, o'chirib tashlaydi yoki birma-birlab o'chiradi. Bu yerda bo'lish amalini bajarsa bo'ladi. Keyin matematika qoidalariga mosligini tekshirib ko'rsa bo'ladi. Keyin 0 ni o'chirib tashlaymizda 0 ni 9 ga bo'lib beramiz. 0 chiqadi, lekin 9 ni o'ziga to'g'ri. Misol uchun katta sonni ayirib ko'ramiz. -3 to'g'ri. Bu yerda yana so'rov berib, ko'p yoki o'zingiz o'zgartirib nima qilishingiz mumkin, tayyor qilib tahrirlashingiz mumkin o'zingiz. Endi bu yerda hamma narsa o'ta toza qilgan kodni hamma narsa tushunarli bo'ladi. O'zingiz tahrirlashingizga ham qulay, agar sizda shu bo'yicha bilim bo'lsa, o'zingiz tahrirlab, o'zingizga moslab o'zgartirib foydalanishingiz mumkin. Xullas, video shunday iborat edi. Izohlarni o'z fikringizni yozib qolishingiz, savollaringizni ham berishingiz mumkin. Iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Hammaga rahmat.